Kurtuva keldi-yu, bahaybat Kurtuva nima aralash? Kurtuva keldi-ku, Instagram yulduzi dedi, keyin Yamal nimadir dedi, uni aniqlashdi. Sen qiz o'g'risisan. Kurtuva gapmi? Yamalmi? Qo'y. O'sha paytlarda topilmagan. Men o'shanga tutib qizarib qoldi. Qishib Yo'q, puli tayyorlanib chiqadi. Zo'rda, men kommentariyalarni o'qimayapman, hozir futbolchilar nimadir qilyapman. Gap ham keladi joyda. Yo, El Clasico darajasi hamda, hamma anu gapni qarang, baribir Negreiro paytida ham qizil berdi. Hakam oldi aytganda, hakam kulmay, ataylab, hali eshitmadim men bu gapni degandek ketgandi. Juda ko'p voqealar bo'ldi. Zo'r gap bo'pti lekin. Umuman zo'r, hammasi tayyor turganda, ya'ni o'qlangan to'pponchadek tayyorlanishar ekan. Nafaqat maydonda gapirishga ham tayyorlanishar ekan. U bir narsa desa, men mana bunaqa deyman deb chiqadi shular menimcha. O'zi bu El Clasico o'tgan yilgilardan borku, gap Real yutganda boshqada emas. O'sha oqibati bo'ldi-da. Juda qaynab ketib qoldi. Yamal teatr qo'yib berdi saloldan. Kirib turib, kiyim almashtirish xonasida u yutganda qo'shiq aytadi-yu, Yamal rahmat deb ashula aytishdi. Va qaraq qilib turib Gavhar demaysiz. Butun Real Yamal rahmat degan. Chunki intrigani chiqargan, jamoa yeb tashlab o'ynadi baribir. Real de jamoani qo'zg'atib oldi. To'liq kelmaydigan bolaga shuncha e'tibor.